Savol: hadisning zaifligini bilgandan keyin unga amal qilishimiz joizmi? Buni fazoilul a'mol, ya'ni amallarning fazilati deb, masalan, Sha'bonning 15-kechasida roza tutish haqida kelgan, qachon Sha'bonning 15-kechasi kelsa, uning kechasini bedor o'tkazinglar, kunduzining rozasini tutinglar hadisiga ko'ra, nafl rozada va kechasi qoyim bo'lishda Allohga ibodat borligini inobatga olib, ibodat qilishimiz joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalambor javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Sha'bonning 15-kechasida namoz, roza va ibodatlarning fazilati haqida kelgan rivoyatlar zaif hadislar bobidan emas, balki to'qima va botil hadislar bobidandir. Ulamolarning sahih so'zlariga ko'ra, garchi fazoilul a'mol, amallar fazilati yoki targ'ib va tarhib, qiziqtirish va qo'rqitish bobidan bo'lsa ham, zaif hadisga mutlaqo amal qilinmaydi. Zero sahih hadislarda musulmon kishi uchun zaif hadislarga ergashish zaruratini yo'qqa chiqaradigan unsurlar mavjud. Endi batafsil javobga o'tamiz. Ushbu javob ikkita asosiy masalani o'z ichiga olgan. Birinchisi, Sha'bonning 15-kechasining fazilati haqida kelgan rivoyatlarni tekshirish. Ikkinchisi, fazoilul a'mol bobida zaif hadislarga amal qilish hukmi. Birinchi masala, Sha'bonning 15-kechasi, ya'ni Baroat kechasining fazilati haqida kelgan rivoyatlar to'qimadir. Sha'bonning 15-kechasida namoz, roza va ibodatlarning fazilati haqida kelgan rivoyatlar zaif hadislar bobidan emas, balki to'qima va botil hadislar bobidandir. Bunga amal qilish va uning taqozosiga ko'ra ish tutish na fazilatli amallarda, na boshqasida joiz. Bu borada kelgan rivoyatlarning botilligiga bir qancha muhaddislar hukm qilgan. Bular qatoriga quyidagilar kiradi. Ibn al-Jawzi o'zining Al-Mawzu'at kitobida, Ibn Qayyim al-Jawziyya Al-Manarul Munif asarida, Abu Shoma ash-Shofi'i Al-Ba'is ala inkar al-bid'a wal hawadis kitobida hamda Iroqiy Tahriju Ihyo Ulumuddin asarida, Shayxul Islom o'zining Majmu'ul Fatawa kitobida mazkur rivoyatlarning botil ekaniga ijmo naql qilgan. Shayx Ibn Boz rahimahulloh Sha'bonning 15-kechasini xoslash hukmi haqida shunday deydi: Sha'bonning 15-kechasini namoz yoki boshqa ibodat bilan xoslash va uning kunduzini roza bilan xoslash aksar ahli ilmlar nazdida munkar bid'atdir va pok shariatda uning asli yo'q. U kishi rahimahulloh yana aytadi: Sha'bonning 15-kechasi haqida birorta sahih hadis kelmagan. Bu borada kelgan barcha hadislar to'qima, zaif va asli yo'q sanaladi. Bu kechaning Qur'on o'qishga oid ham, xos namoz yoki jamoat bilan bog'liq ham biron xususiyati yo'q. Ba'zi ulamolarning uning xususiyati bor degan so'zlar esa zaif so'zdir. Bu kunni biror ibodat bilan xoslash joiz emas. Mana shu to'g'ri fikrdir. Tavfiq Allohdandir. Fatovo Islomiyya 4-mujallad 511-bet. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Fazilatli amallarda zaif hadislarga amal qilish hukmi. Agar bu bobdagi hadislarga to'qma emas, balki zaif deb qarasak ham, ahli ilmlarning sahih so'zlariga ko'ra, garchi fazoilul a'mol, ya'ni amallar fazilati yoki targ'ib va tarhib bobidan bo'lsa ham, zaif hadisga mutlaqo amal qilinmaydi. Zero sahih hadislarda musulmon kishi uchun zaif hadislarga ergashish zaruratini yo'qqa chiqaradigan unsurlar mavjud. Mazkur kechani va uning kunduzini biror ibodat bilan xoslash shariatda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nazdida ham, u zotning sahobalari nazdida ham ma'lum emas. Alloma Ahmad Shokir aytadi: hukmlar bilan fazoilul a'mol va shunga o'xshashlar o'rtasida zaif rivoyatga amal qilmaslikda farq yo'q. Balki hech kimga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih yoki hasan hadis sobit bo'lgan narsalardan boshqasida hujjat yo'q. Al-Boisul Hasiz 1-mujallad 278-bet. Qo'shimcha ma'lumot uchun sahifamizning kitoblar bo'limidagi zaif hadisga amal qilish hukmi borasida chuqur mulohaza asariga murojaat qiling. Vallohu a'lam.